Bakinski Brilliant 250 Proba komplektimizni ko'rishingiz mumkin, hurmatli do'stlar. Xudo xolasa bir opamiz xarid qildilar. Shunday xursand bo'ladigan bo'ldi bayram arafasi. Bu barter bo'ldi. Sizlarga aytishim kerak. 7.400.000 so'mga bizdan aynan mana shu komplektni vaqtida xarid qilganlar. Hozirgi kunda 11.200.000 so'mga narxlab olib qolganmiz. Va albatta o'rniga mana shunaqangi chiroyli 250 Proba Bakinski Brilliant komplektimizni berdik. Tabriklaymiz, yaxshilikka nasib qilsin. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rishingiz mumkin mana shunday chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan rossiyskiy sifatli tilla sipochkamizni kloni bilan birgalikda opamiz xudo xolasa qizlariga xarid qildilar. Tabriklaymiz, yaxshilikka nasib qilsin. Rozimisiz bizdan? Sog' bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, navbatdagi sotuvimiz ham albatta barter bo'ldi. Eskirgan tillalarni topshirib o'rniga yangi rossiyskiy sifatli komplekt hamda klon xarid qildilar. Klonimizni, komplektimizni chiroyligiga alohida baho berib o'tasizlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol kelsanglar bo'ladi. Tillamizni egasini esa tabriklaymiz, yaxshilikka nasib qilsin. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rishingiz mumkin shunday chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan komplektimizda opamizga adalari bayramda sovg'a qilyaptilar. Buni 3 million so'mini bizga nalichi berishgan. Qolganini esa albatta muddatiy to'lovga hal qilishdi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Rossiyskiy sifatli tillar bo'ldi bu. Tabriklaymiz, yaxshilikka nasib qilsin.